Hammaga assalomu alaykum. Bilaman, men negativchilarim qachon shu qiz post qo'yar ekan, qachon shuni postlardan ayblarini topamiz, to'rtlarni ayblarini topib negativlar yozib tashlaymiz deb kutib o'tiruvdinglar meni. 250 mingga yaxshilab ichlarini to'g'ri nachinkali va morojniy kremli tort qilib beraman deb yozib yuborsam, voy naqamcha qimmat, 100 mingga ham zo'r tort olsa bo'ladi-ku deb yozib yuboribdilar bitta negativchim. Keyin men ularga ham sirasi qaysi viloyatdansiz? Mana o'sha yerdan zakaz qilaman, tortlarni o'sha yerdan olib, keyin klientlarimga sotaman deb yozib yubordim. Keyin ular ham o'zlaridan bilib, yo biz viloyatda qaymoq ost mahsulotlari arzon turadi va masalliqlar ham arzon turadi, shuning uchun ham sizda tortlar arzon deb yozib yubordilar. Gap bu yerda shaharlik, toshkentlik deb ajratishdaman, seni negativchilar noto'g'ri tushunib qolmanglar. Lekin shaharda hamma narsa qimmat, bilasizlar, ayniqsa sut mahsulotlari bizda juda ham qimmat turadi. 1 litr qaymoqning o'zi 60 ming turadi va shuni 1 litr qaymoq bitta tortimga ketadi. Shuning uchun ham men tortni unaqa 100 ming so'mga tayyorlab bera olmayman. Toshkent shahrida to'g'ri 100 ming so'mga tort topsa bo'ladi. U ham bo'lsa supermarket makrolardan topsa bo'ladi va ular ham 100 ming so'mga juda ham kichkina va ichi to'la shantili bo'ladi. Uni umuman qaymog'i bo'lmaydi ichida. Olib yeb ko'rganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Tortimiz sifati ham videoda ko'rinib turibdi, ichi to'la nachinkalar va morojniy kremlari qotib turishidan ham o'zingizlar ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Haqiqiy qaymoqdan, damashniy qaymoqdan tayyorlayman tortlarimni. Shuning uchun ham mo'sh qimmatroq, lekin bu tortlarimni qimmatroq deb aytishga ham hozir hayron qolyapman, lekin boshqa tortchilar bundan ham juda ham qimmat sotishadi tortlarni. Men tortlarni prosta hobbiga tayyorlaganim uchun bundan ham arzon qilib sotishga va klientlarning cho'ntagiga qarab sotishga harakat qilaman. Tortlarimiz sifatini, mazasini, qanaqaligini olib ko'rgan klientlarim juda ham yaxshi bilishadi. Shu yerda ham klientlarim yana kommentariyani o'qisanglar bo'ladi, yozib yuborishadi. Menimcha deb o'ylayman. Chunki tortlarimni olib ko'pchilik maqtab, yeb ketishadi, duolar qilib. Yana atsiflarimdan buni ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Shuning uchun ham taksh tomonga ko'p negativ yozavermanglar deb, oldin bitta olib yeb ko'ringlar. Keyin yoqmasa, keyin haqiqatdan ham tortlarim yaxshi bo'lmasa, sifatsiz bo'lsa, o'shanda bemalol yozsanglar bo'ladi. To'g'ri, negativchilarim juda ham ko'p emas. Yaxshi klientlarim ham menga yaxshi, chiroyli yozayotganlar ham ko'p. Sizlarga kattakon rahmat. Vaqtinglarni negativ yozib o'tkazgandan ko'ra sizlar ham hunar o'rganinglar, qizijonlar. Ba'zi bir negativchilarga tegishli bu gaplarim. Menga negativ yozmaydigan va har doim like bosib ketadigan qizijonlar, sizlarga faqat negativlarni gapirib bizani boshimizda achitib yubordilar deb o'ylamanglar. Sizlarga ham video orqasida zato sizlarga turtikislashni ko'rsatib o'tganman. Ko'rib o'rgan bo'lsanglar ham bo'ladi. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman va men like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hammaga kattakon rahmat.